Everestga qaror. Anu taruzingni olib ber. Voy, tushib ketdi-ku. Nimasan? Vol qilding-ku? Latta, meni ikki quloqimdan eshitdim. Mana shu tarvuz yorilgan deb boshingni yorib qo'yamiz. Bu rayonda tirikchilik qilish uchun bizga do'la ajratib turasan. Agar bosh tortsang, Mana shunaqa qilib hali tarvuzlaring ko'p yoriladi. Hadi nima? Hali sen bilan gaplashamiz. Yaxshi o'zingni himoya qilding. Qattiq shug'ullangansan. Senga nima? O'zingda oloving bor. Katta o'zgarishlar qilishing mumkin hayotingda. Og'ayna, bor yo'lingdan qolmagin. Isming nima? Qodirman ismim. Meniki Murod. Tanishganimdan xursandman. Transportida shug'ullanaman. Seni birga shug'ullanishga taklif qilaman. Narsalaring nobud. Fakki. Zalga chetdan 100 metr yurganda chap tarafda joylashgan. Xotiroma yengil uchun bir hafta konsultatsiya ekan. Ko'rib turganingiz shu zal. Razvolka naryadi. Kimlar almashtirib chiqdi. Men konsultatsiyaga kelganman. Konsultatsiyang boshlandi. Qo'lingdan nima kelishini ko'ramiz. Men bilan sparing bo'lsin. Xo'sh, boshladik. Qo'lingdan nima kelishini ko'rsat. Meni qo'limdan hech nima kelmaydi-ku. Qani bolalarning mazasini qochirdingmi? Demak, qo'lingdan nimadir keladi. Yaxshi, faqat bo'shashma, endi qiyinroq bo'ladi. Boshlanishiga yomon emas. Nima bu maynoschilik? Qanaqa maynoschilik? Boshidan jiddiy urishsang bo'lmasmidi? O'zingdan latta odam ko'rsasan, O'zingga ishonishingni va qo'lingdan nima kelishini ko'rish xohladim. Bor yuvinib keyin. ha, ikkinchi. Qancha berishim kerak edi? Hech qancha Hazillashyapsanmi? Qancha berishim kerak? hazillashayotganga o'xshamaymanmi? Mayli. Rahmat. Qodir